Mening 4 ta qiyomatli do'stim bor. Biz bir-birimizni gunohlardan qaytarib, Allohning yo'liga chorlashga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Masalan, qaysidir do'stim bir gunohga yaqinlashib qoldi va buni faqat men bildim. Uni ushbu gunohdan qaytarishimiz lozim. Agar men boshqa do'stlarimning oldiga kelib, o'sha do'stimizni gunohdan birgalikda qaytarish maqsadida u do'stimiz ma'lum bir gunohni qilib yuribdi deb aytsam, ushbu ishimiz g'iybat bo'lib qolmaydimi? Shu ishimiz to'g'ri bo'ladimi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Shunday qoida borki, bir kishini yomon yo'ldan qaytarish uchun, yomonlikdan qaytarish uchun o'sha odamga gapi o'tadigan, nasihati ta'sir qiladigan yoki o'sha odamni to'g'rilash imkoni bo'lgan odamga borib bu kamchiligini aytsa, bu g'iybat hisoblanmaydi. Chunki u odam borib aytilgan, murojaat qilingan odam uni borib to'g'rilash imkoniyatiga ega. Uni borib unga nasihat qiladi, to'g'rilaydi. Bu yerdan vosita ham, maqsad ham, natija ham to'g'ri, bunday aytganda. Lekin buni teskarisi, bir odamni aybini ko'rib qolib, u odamga ta'sir o'tkaza olmaydigan, u odam bilan unga borib uni yomon yo'ldan qaytarmaydigan, kuchi ham yetmaydigan odamga aytishganda u g'iybat bo'lardi haqiqatan. Chunki u yerda maqsad oxiri natija to'g'rilanishga olib bormaydi. Faqat o'rtada gaplashiladi, shu bilan qoladi masala. Bu g'iybatlash hisoblanadi. Lekin mana bu yerda mana o'rtog'ini tuzatish uchun maqsad to'g'ri, o'rtog'ini tuzatish uchun boshqa o'rtog'i bilan borib maslahat qilib, ikkalasi borib uni yomon yo'ldan qaytarsa, to'g'ri yo'lga chaqirsa, bu endi g'iybat bo'lmaydi, balki o'sha bir yaxshi harakat bo'ladi.